Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha ketayotgan UzAvtotrans avtobusimiz kimdan-kim shunaqa komfortabilniy avtobusga ketadigan bo'lsa, bemalol ishonchli nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bog'lanishlar mumkin aka-ukalar. Xudo xolasa bizda reyslar har kuni amalga oshiriladi. Kimdir dokumenti yo'q bo'lsa yoki Zolotoy Koronadan qarz bo'lsa ham yordam berib olib ketamiz. Mana avtobusning ichki holati. Hamma o'z o'rniga yig'dirib ketadi. Mana agalar kimdan-kim ketadigan bo'lsa, o'zimizning nomerimizni qo'yamiz, telefon qilib bog'lana olasizlar. Yuk masalasiga keladigan bo'lsa, yukni bemalol 70 kilo, 80 kilo olaverasizlar akalar. Tanlovda adashmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.